Eyvet iyiz tuğra Kar yağdı en alan Eyvet iyiz tuğra Kar yağdı en alan Yaz vaxtıda kar kürüş Yaş kız çakka putlusa Yaş kız çakka putlusa Yaz vaxtıda kar kürüş Yaş kız çakka putlusa Yaş kız çakka putlusa Küzün kara bulgaçka Ak çeçimga göz tiktin Ak çeçimga göz tiktin Ak çeçimga göz tiktin Geçildi işem yar Ak çeçimdin ak bəxtin Ak çeçimdin ak bəxtin Geçildi işen yar Ak çeçimdin ak bəxtin Ak çeçimdin ak bəxtin Çeçimdin Cüp aklıma üzgersek Cüp aklıma üzgersek Cüp aklıma üzgersek Şikit al ak çeçimdin Cüp aklıma üzgersek Cüp aklıma Kara yerge tenkirsek Kara yerge tenkirsek Yolumuz ak bulmandı Kara yerge tenkirsek Kara yerge tenkirsek Çeçimdin ak dılga yar Közlerini salmaydı Közlerini salmaydı Közlerini salmaydı Emdi yarının derdinde Kara çeçim kalmaydı Kara çeçim kalmaydı Göz taşlıma pes yerge Emrayı bul kalgaşını Emrayı bul kalgaşını Niyet kara bulmasa Karı çağlık ak çaşını Karı çağlık ak çaşını Kar çağlık ak çaşını Rahmet Eskar. Aptan tudulma, Allah yaxşı. Bu pek çıraylık nakşoktu. Tekst deyimiz, müziksini tatip. Aldı bilen bu Eskar inimiz mening en yaxshi ko'radigan inimning birisi. Onun üstüne bek tirishchan. Bunun tirishchanligini hemmimiz bilamiz.
kichigidilla bizga o'xshash ustozlarni voy aka deb hammamizni hurmat qildi asosiyatdan. Ondan keyin har qanday musiqa qo'liga chiqsa bunidan qechib qutulolmaydi. Zodi universal bir inim bu. Shunda yaxshi bir naqsha akapsa ekan. Rahmat. Xo'sh bo'ldik. Rahmat. Bundan keyin san'at hayotingdan gullar unsin ekan. Rahmat. Rahmat aka. Sizga umring uzun bo'lsin. Bu naqshning tekstini mening shu yaxshi akam, ustoz akamiz Muxtar Bo'ra yozib bergan edi. Aldirash qilib saldim, yaragan bo'lsa, shunga xo'shman. Rahmat. Arvanta yardı bizga. Aqchash degan yerda bizdan Muxtar yozganini bilib olganmiz. Yaramasa aytmayman uni. Sizning chechingni aqaga o'tirib turgan diqqat qilmoqman. Asqar akamni yaxshi ko'ramiz. Biza ustozlar, mevallar. Shaxsan bizningki davrdoshlarimizningki ustoz yo'lliq, bizga ulgu yo'lliq, ilhom yo'lliq akam bu. Mayli ijodiyat jihati bo'lsin, naqsh ijro qilishda bo'lsin, har jihatda ish qilib Asqar aka ko'z tengmisin. Davomli ishlaring o'ngishli bo'lsin, davomli shunday yaxshi akukalardan bo'lib o'tishimizni hammamiz umid qilamiz. Rahmat ukam, rahmat. Amma Asqar akamga alaydi rahmatim bor. Vaqtim endi Asqar akam Ipak Yo'li Sadosi programmasini qo'llash bilan birga o'zi ayrim numara chiqish bilan birga albatta Umarjon akamningki Narat degan naqshiga shunda voyaga yetkazib, tambur musiqalarini shunda jayib chelib qipayda ko'rtlashtirish xizmatini men qildim. Kangre degan naqshingiz uchun, musiqangiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aka. Rahmat. O'zimning ishida hammasi. Men chiqay. Ma'ay deb tursam siz. Rahmat aka. Niyet niyet qarab olmasa bu Aqchashning qari chaqliq degan bir misrani anglab qoldim. Aqchashning. Şunun qaragan vaqtida bu chechimizning oqliqi bu hech qanday bizning yoshimizga ta'sir ko'rsatmaydi ki. Mushu timini yo'ritib berganligi uchun Asqar Muxtarga chin yuragimda rahmat aytaman. Rahmat aka. Ko'pincha odamlar Asqar Muxtar desa, mening o'g'limniki deydi. Lekin hamda mening o'g'limga o'xshash, lekin ijodiyatda bu ikkimiz haqiqatan ko'p hamkorlashgan. Ham bunday kimmi ko'p hamkorlashimiz deb qarayman. Rahmat aka. Chatoq yo'q. Asqar Muxtar hamda haqiqatan shu bizningki naqsh san'atida o'zining yoshligiga boqmay o'chmas to'p qo'shib kelayotgan san'atkorlarimizning birisi. Artık gapni qiyg'im yo'q. Necha vaqtdan beri o'zining ovozini daston qilib bizga yuragimizga tekkizayotgan mayirlarga bir yeşil kartı berib kelayotgan bizning Ipak Yo'li Sadosi. Men emas. Biz Ipak Yo'li Sadosi programmasi nomidan Asqar Muxtarga kelar qitim 9-cı qarar Ipak Yo'li Sadosi o'tkazilib qolsa, mushu qizil o'rindiqdan birini tanlab olish fursati bermoqchi. Hazırlaman jokali o'tay. 9-cı navbatlik Ipak Yo'li Sadosi programmasining bir ustozi mushu Asqar Muxtar bo'ldi. Rahmat. Rahmat aka. Yeşil karta berildi hamsa. Akamningki meni loyiq ko'rib shunda degani ko'pdan ko'p rahmat. Bu mas'uliyati og'ir bir ish bo'lganligi uchun texnitirishga loyiq aka. Umidingizni yerda qo'ymayman. Yaxshi bo'lishga tilayman. Rahmat. Rahmat hamsa. Alqışlar bilan ustuyanlar bizni. Rahmat. Rahmat. Men shu kunni aka Mağdur'u siz bana bergendikin Mağdur'dan bir ustazımga bir vagan bolsam. Bana biri. Önereceğim alın akşamda biri. Hemen lağı birey desem bir kalkayım kapağını alacağım.
Bizga 100 koydum olsun mektup verin. Ömrüňiz uzun bolsun. Cavab bergen bolsak, ustoz, rahmat.